Xo'sh, amsa ikkinchi dars. Lesson 2, page 3. Okay. Anda ikkinchi dars keldi. Anda ikkinchi dars mush birinchi darsdan mashqarsi, amsa buningda bir necha yangi so'zlar bor ekan, o'rganib o'taylik. Birinchisi nima desanglar? Pen. Okay, nima? Mo. Pen. Good. Pen. Good. Pen deganimiz nima? Pen qalam. Okay, mag'ayning qalamlari. Ko'rdingizmi? Pen. Okay, amsa u bo'lsa bir qalam. Uni nima deymiz? U deganda narsaga it bo'lsa is bir pen qalam. U bo'lsa nima? Bir qalam. Nima deganimiz? It is a pen. Yaxshi. Ikkinchisi nima desanglar? Pencil. Okay, pencil. 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 Pencil yaxshi. Pencil deganimiz qarindosh. Endi men n bir chekib turdi, bu nimaki ism ekan, savoldoshlar. Ism. Pencil. Good. Pencil deganimiz nima? Qarindosh. Okay, endi bu bo'lsa sizning qarindoshingiz bo'lsa, this is your pencil. Shunami? Bu bo'lsa sizning qarindoshingiz. Okay, next one is book. Okay, endi men o'tirdiki so'zliq tovush yaxshi. Okay. Book. Nima bo'lganimiz? Book. Good. Ma'nimi? Book. Kitob. Kitob. Okay, next one is watch. Good. Watch. Okay, now what? Telaffuz qilganda what? O, mashkin tovush. O, kingsi. Good. Watch. Nice, yaxshi. Okay, watch. Okay, watch deganimiz nima desanglar? Qo'l soati. Hey. Bugun qo'l soatimni taqamabdimi? Taqagan bo'lsanglar, ko'rsatib qo'ydim qo'l soatimni. Okay, watch. Watch deganimiz qo'l soati. Amsa bu bo'lsa sizning qo'l soatingiz degan nima deymiz? Tabiiymi? This is your watch. Bu bo'lsa sizning so'llar. Ana bu sizning qo'l soatingizmi? Boshqa. Is this your watch? Shnama? Is this your watch? Okay. Watch qo'l soati. Okay. Next one is coat. Okay. Coat. Endi men yerga men ikkinchi men qo'shimcha tavsiya qiyin, jiq bo'ldi. Kot deb oladi. Kot emas, ha? O birida shunaqa. O yaxshi. O shunaqa. Coat. Coat. Yaxshi. Coat palto. Chapan deganga bo'ldi. Rasmda mi ko'rib turibsizlar? Bu nima? Coat. Okay, coat. Next one is dress. Draw. Ma birinchi tovush draw. Ikkinchisi qisqalama. Dress. Good. Dress. Dress deganimiz ayollarning uzun ko'ynagini. Uzun ko'ynak desam ham o'sha o'shqa kelgan ko'ynakni dress deymiz, boshqa dress deymiz. Yo'q. O'sha usti bilan osti qo'shash ko'ynaklarni tizig'i kelamdi. Nari kelsa dress deymiz. Tushunarlimi? Dress. Arabdan o'sha rasmdagidek uzun bo'lamdi, qisqa bo'lamdi, ishqib osti qo'shashdan bo'lsa dress deymiz. Tushunarlimi? Okay. Dress. Okay, uzun ko'ynak. Dress. All right. Okay, dress. Shunaqa? Bu bo'lsa bir ko'ynak, shunaqa? This is a dress. Good. Next one is skirt. Yaxshi. Skirt. Nima? Birinchi tovush ikkinchi tovush uchinchi tovush qo'shib bakkanamizmi yana? Ammo Angliya tarafi skirt deydi-ku. Amerika tarafida skirt deymiz. Qanday qilamiz desanglar? Shu keyindagi nimaga qanday qilamiz desanglar? Orqatimiz, skirt. Good. Skirt. Skirt deganimiz nima? Desanglar yubka. Yubka bo'lsa nima desanglar? Skirt. Okay, next one is shirt. Good. And mana deb o'qiymiz. Okay, so'zaj. Skirt. Oh, sorry. Shirt. Shirt deb o'qiymiz. Nima ma'no?
O'qibanglar? Shirt. Yaxshi. Shirt degan ko'ylak. Men kiyib olgandim deymiz, shirt deymiz. Kostyum bo'lmashiga yoki menda bunda kiyib olsanglar, shirt. Okay. Okay, next one is car. Car deb o'qiydi inglizcha. Car emasmi? Car. Okay, car. Pick up. Masalan, boshdan o'xshash vaqti pechat mashinalarni car deymiz. Qota o'sma, kiki o'sma car deymiz jimi yanimda. Manda o'sa carken, manda o'sa emasken demaylar. Car. Pick up. Shunaqa manda kichik mashinalarni. Ammo banglar bu sizning pick up'ingizmi? Neymiz? Is savol shunami? Is this your car? Bu sizning nimangiz bu? Pick up'ingizmi? Demek is this your car? Shunami? Okay, endi mana bo'ldi. House. Good. House. Nima? Tovush. Ow. Okay, mana tovushni ow deb o'qiymiz-mi? House. Good. House. Okay, endi mana bu house. Uy. Odatda shu bir qavatlik, ikki qavatlik uylarni odatda house deymiz. Va yoki nima dachlarni o'zishganda buni house deymiz-ku. House. Ma binoyni o'zishganmaydi-mi? Binoyni boshqa deb o'rganamiz. Uni keyingi darsimizda birimiz qiziqsanglar keyingisini ko'ramiz. Okay. House. Good. House. House degan uy. Ansa bu sizning uyingizmi? Deganni is this your house? Tamam. Is this your house? Bu sizning uyingizmi? Uy deganni house. Okay guys, let's practice. İngilis tilida bunda bir gap borchu. Practice makes perfect degancha. And practice deganimiz mashq. Makes qiladi yoki yasaydi. Perfect demakchi mukammal. Demakchi mashq siz qilayotgan ishni mukammal qildi degan gap. Demak endi siz shu o'rgangan narsalarni qanday qilsanglar, qancha ko'p mashq qilsanglar, qancha ko'p shuni ishlasanglar, minatda sizlarniki o'rganishinglarni texnik mustahkam, texnik puxta qiladi. Xo'sh. Endi qaranglar, birinchi bu rasm qarab baqsaq, nima bu pen. Shunami? Pen. Endi bu sizning qalamingizmi? Oldin so'ragan is this your bu jumla shakliga sep baqsaq nima deymiz savollashda? Dabaqinglar. Nima deymiz? Is this your pen? Yes it is. Meniki. Yes it is. Okay. Andaqda başqanchisi nima dersanglar? Pencil. Qarindosh degan bo'ldi. Endi pencil qarindosh. Endi bu sizning qarindishingizmi? Endi bu nima deydigandimiz? Okay. Qarasanglar, is this your pencil? Yes it is. O mening qarindishim. Okay, endi keyingisi nima dersanglar? Book. Okay. Book deganimiz nima? Kitob. Endi bu sizning kitobingizmi? Okay. Is this your book? Yes it is. Okay, endi mana nima? Watch. Bu nima desam, qo'l soati. Watch. Okay, endi bu sizning qo'l soatingizmi desakchi? Is this your watch? Yes it is. Okay, what about this one is coat. Yaxshi. Bu ne bo'la? Coat deymiz, Endi bu sizning paltoringizmi? Is this your coat? Yes it is. Yes it is. Okay, what about this? This one is dress. Is this your dress? Yes it is. Nima deganadi, Amacho skirt. Okay, yopka. And is this your skirt? Bu sizning yopkangizmi? Yes it is. Okay, what about this? This one is car. Okay, it is car. Is this your car? Yes it is. O meniki nima? Mashinam, pickup. Okay guys, amsa qaranglar. Endi bu darsimizga yana bir til qayrish mashqini qattiq savollashdi. Bu har bir darsimizda bir til qayrish mashqi bor. Sizlar bu til qayrish mashqini mashq qilib, eng vahshiysiz deydigan holat kelib, endi bizningki mush abditalning ovoz qaytirish
Ovoz inkos qaytarish iqtidori orqali bizga yo'llab bersanglar, eng yaxshisini tanlab chiqib, biz mukofot aytib beramiz sizlarga. Shu o'ylamgan mukofotlar sizlarni kutib turdi. Okay, ans qaranglar, bugungi til qayrish mashqi. Nima? Don't trouble the trouble until the trouble troubles you. Okay? Endi buning ma'nosi bu yerga trouble deganimiz hamma chiqadi, avorchilik yoki avor qilmoq degan ikki xil ma'noda keldi. Avorchilik degan ism shakli, avor qilmoq deganimiz masalan fe'l shakli. Endi don't trouble, don't degan qilmoq atmang. Don't trouble avor qilmoq, the trouble avorchilikni. Until gacha the trouble avorchilik troubles you. Demakchi, sizni avor qilmoqchi. Demakchi, avorchilikni avor qilmoq, avorchilik sizni avor qilmoqchi. Okay, don't trouble the trouble until the trouble troubles you. Okay, don't trouble the trouble until the trouble troubles you. Okay, don't trouble the trouble until the trouble troubles you. Okay, good. Amsizlar mushni mashq qilib bizniki mushabbi ta'limimizniki ovoz qaytarish iqtidori yo'llasanglar mukofotlar bor. Okay. Xo'sh, hamsa bugungi darsimizdagi topshiriq nima desanglar? Birinchi topshiriq recite the text. Cho'qim qanday desanglar, shu tekstni cho'qim yodlanglar. Yodlanglar. Endi tekst yodlash degani nima? Reciting. Arada recite deymiz. Ana bu recite degan so'zni qanday saqlaymiz? Masalan, Rosaidning she'rlarini recite qilaman. Rosaid degan nima? Intayindangliq shoir. Shunami? She'r yozadi, shunami? Demakchi, Rosaidning she'rlarini recite qilaman. Recite. Okay. Deganda reciting the text. Tekstni cho'qim yodlaysizlar, ana new words shu yangi so'zlarni kom deganda 20 qatim ko'chirsizlar. 20 qatim ko'chirib, rasmga tortib bizniki o'yindalar to'g'ri aytib beranglar. Okay? Andaqda bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin. Bizniki ekranda ko'rib turibsizlar. Bizning g'oya update ta'limning tushirish adresim bor. Sizlar o'sha tushirib olsanglar, yana nurg'un yangi uchurlarga erisha olasizlar. Okay. All right, that's all for today and see you next time. Goodbye.